Evkalipt uzunburuni Chonipterus juxtamatus gill uzunburunning vatani Avstraliya bo'lib, bunda u janubiy-sharqiy Queenslandda, Yangi Janubiy Uelsda, Tasmaniya va Viktoriya orollarida bo'lishi aniqlangan. Qattiq qanotlilar yoki qongizlar, Chaleoptera, turkumi, uzunburunlilar yoki filcha qongizlar, Turtulionidae oilasiga mansub karantin hasharot hisoblanadi. 1916-yilda zararkunanda Janubiy Afrikaga kelib qolgan 1926-yilda Yangi Zelandiyada hisobga olingan. Qandala Afrika kontinenti bo'ylab 100 km tezlikda tarqala boshladi. 1938-yilda u Mozambik va Moldovada, 1940-yilda Janubiy Afrika Respublikasida, keyinchalik Sviatoy Elena oroliga, Italiya, Braziliya, Urugvay davlatlariga tarqaldi. Hamdo'stlik davlatlarida hozirda bu qandala uchramaydi. Zararkunanda Argentina, Braziliya va Urugvay davlatlarida u boshqa nom bilan ma'lum. Qongizi evkalipt simon, qora jigarrang, kulrang tuklar va tangachalar bilan qoplangan. Zararkunandaning rivojlanish bosqichi 8-12 hafta. Qo'shimcha oziqlanish davomida ular barg va gunchalarni to'liq eb bitiradi. Urg'ochisi bitta kapsulaga 8-10 dona tuxum qo'yadi. Bitta urg'ochisi 21-23 tagacha etkazib kapsula shakllantiradi. Lichinkasi chuvalchang simon, sariq kokish, qora nuqtalarga ega. Uzunligi 14 mm, lichinkalar 4 yoshni otaydi. Ular bargni yo'qotadi, shoxlarni va qisman daraxtlarni quritadi. Oziqlanib bo'lgan lichinkalar tuproqda 5 cm chuqurlikda, pilla ichida gumbakka aylanadi. Uzun burun asosan evkalipt daraxtining urugi, transport va shamol yordamida tarqalish xususiyatiga ega. Ajdariya va Gruziya orqali Rossiyaga O'rta Yer dengizidan kelishi mumkin. Bu hududlarda uzun burun ko'proq xavfli hisoblanadi. O'rta Yer dengizi mamlakatlarida bu zararkunanda mavsumda 2-3 avlod beradi. Evkalipt nafaqat manzarali daraxt sifatida foydalaniladi, balki botqoqliklarni qaytarish uchun ham xizmat qiladi. Ko'plab mamlakatlarda uzun burun qongiziga qarshi kimyoviy kurash usuli ancha murakkab va samarasiz bo'lgan. Uning miqdorini kamaytirish uchun Patasson nitens tuxumxorini keltirish va iqlimlashtirish kerak.